Xitoyda ijtimoiy tarmoqlarda millionlab obunachisi bo'lgan bloger itni o'g'irlab ketib yeb qo'yishdi. Sohu nashriga ko'ra, Border Collie zotiga mansub Chutou laqabli it 8 yil davomida o'zining egasi, sayohatchi bloger Go bilan birga sayohat qilgan. Sayohatlar sharofati bilan itning akkaunti millionlab obunachilarni to'plagan va Xitoyda mashhurlikka erishgan. Joriy yilning 11-may kuni Chutou yo'qolib qolgan. Kuzatuv kameralaridagi yozuvlar o'rganilgach, itni bir erkak va ayol skuterda olib ketgani aniqlangan. Oradan 2 hafta o'tib, Chutouni olib ketgan shaxs topilgan. Uning so'zlariga ko'ra, u itni egasiz deb o'ylab, uni bir olib sotarga $25 sotib yuborgan. Ko'p o'tmay itni yeb qo'yishgani ma'lum bo'ldi. Ayni paytda politsiya tergov surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Go esa itning nafaqat bozor qiymatini, balki mashhur internet qahramon sifatidagi tijoriy qiymatini ham isbotlash uchun hujjatlar to'plamoqda. Agar yetkazilgan zarar jiddiy deb topilsa, aybdorlar jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin.